Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men gamer va men hardcore'da Minecraft, lekin men daraja oshgan sayin men yangi moblarga aylanaman va qo'limdagi ikkita narsa menga yordam beradi. Bu ikkita narsa menga juda ham kerak. Qo'limdagi bittasi meni mobga aylantiradi, ikkinchisi moblardan foydalanishimga yordam beradi. Va daraja menga bu ovqat kerak emas va chop. Xalati ekan, mayli. Menga hozir qishloq yaxshi emas deb tanlagan ekanman. Xo'sh, qishloqdan esa men daraxt topishim shartman. Bu yerda chunki har doim bor bo'ladi daraxt. Mayli. Bu taxta kelib qolar va non bu yerga. Qani bismillahirrohmanirrohim. Endi o'yin yaxshi o'qishak qilma, chunki demak hozir go'limni o'ldiraman va birinchi o'rinda o'zimga narsalar yasab oldim. Yasadim hozircha. Inson kerak bu bekka, badamchi bekka. Bu yotoq bu yerga, ovqat bu yerga. Va men birinchi mobga aylanishim kerak. Meni bitta tuziy daraja tushirgan mob yo'q-da. Xo'sh, kim bor? U qo'y. Va meni birinchi mobim bu mayli. U qovoq. Anaqa Jek. U mana birinchi. Onasini yemsin, mana cho'chqa. Va daraja tushdi. Va birinchi qani? Creeper. Creeperga aylandi, bu juda ham yaxshi. Creeper lekin jonlar bo'ladi. U portlaydi. Mayli, menga hozir ko'proq daraja kerak va go'limjon. Kechasiz uka. Menga temir kerak uka. Menga temir kerak. Mayli, chiqishim shart emas. Bu yerda ham bitta narsa bo'lishi kerak. Qani? Yaxshi, kompas kerak menga bor. Spawnni ko'rsatadigan. Va bu go'limjonimiz qanisan? Go'lim. O'zi ham keldi. Qani? Bu go'limni afsuski XP tushmaydi-da. Tushganda yaxshi bo'lgandi. Va men foydalanamanmi? Mashinadan foydalanishim kerak. Nimaga aktivate bo'lmaydi bu volta? U portladi. Yaxshi. Qo'y, moli. U ikkita kuznitsa. Bu juda ham yaxshi, bu kuznitsalar. Men juda ham yaxshi ko'raman. Bunaqani nayza. Va albatta unaqa ham bor ekan. Va kuznitsani juda ham yaxshi ko'raman-da. Shlem, menga shlem kerak emasmi? Mayli, endi olib turaver-chi. Shlem deyarli umuman o'yin davomida kerak bo'lmasa kerak. Bilmadim. Chunki qanaqadir unaqa bor. Bo'l uyg'on qishloqi. Va bomba. Bum. Qani bum portla. Men hardcore'da mana jonim ozgina qoladi. Nimaga portlamayapti bu? Network addon bo'ladi deyapti. Mayli, va ikkinchi qo'yim qani daraja? Va mashq hayvonni o'ldirsam tushadimi? Qani? Va 2. Nima bo'ldi menga? Voy, shulka. Qani yuraman, shalka yuraolmaydi endi. Sakrasam yurar ekanman. Voy, nimaga? Onasini yemsin, shalka. Qanaqa o'ldirish mumkin? Bunaqadan foydalanaolmayman ekan. Bu dunyoda ishlamaydigan, unaqada ishlaydigan. Enter, voy eng yomon mob bu. Joni ham xuddi oddiy o'yinchiga o'xshab. Va men oddiy mobga aylandim. 3-daraja. Yaxshi. Avako. Va buni chiroyligini qaranglar. Va men eng yaxshi ko'rgan joy. Minecraft bitirgach juda ham chiroyli bo'ladi. Qaranglar, qoldi realistikligini. Voy. Omonachilar kechasizlar, soat ozgina qoldi. Va bo'ldi. Omonachilar, men yana qaytdim va men unaqa topdim. Nima edi? Unaqa sirli unaqa topdim, uy topdim.
va bu yerda judayam kam foizda bunaqa paydo bo'ladi. Hali darajani oshirganim yo'q. Menga yaxshiroq unutish kerak. Unutmasam non ko'p yeyapman men. Xo'sh, bu yerda havdamiydik ifloslar. Xo'sh, sen nima bo'lishing kerakmidi? Men yoqtirgan oltin olma va bu mayda narsalarni menga solishim kerak. Bu kerak, bu ham kerak qoladi. Va yaxshi. Modern flash menga yaxshi mana shu Minecraftda unaqa chiqarishgan ekan. Nima deydi uni? Unaqada. Mayda narsalar slogan unaqa. Esimga chiqib qoldi. Xullas mana shu weakness, mana shu damlar menga kerak bo'lishi mumkin. Pigllar bo'shayotgan paytimda. Va men o'zimdan qanaqa chiqarib oldim hali. Nether portal topdim. Va menda bu bor. Endi buni nima qilish kerak? Va yig'layotgan obsidian ham bor ekan. Uni sindirishim yomon lekin. Mana shu sharpness. Men buni yaxshi ko'raman. Sharpness 3 bor bunda. Judayam yaxshi. Va kakkas menda kompas bordi. Unaqada foydalanaman. Bitta emas, ikkita yig'layotgan obsidian bor. Qani? Qatyapti? Ishla. Uka. Mana mashinaga besh ketdim lekin uka. Bo'ldi. Hozir men bitta mobga aylanaman va u mob aylandim. Nima u? Va obunachilar, afsuski men cho'chqaga aylangandim. Cho'chqaga aylanibman va jonim meni kam. Lekin ikkita oltin. I like that. Men cho'chqaga aylangandim. Keyin zat tugab qoldi. Keyin videoga olishga ulgurmadi va men uxlayapman. Mana bu cho'chqa hozir men oltinni olmasam bo'lmaydi. Enasini yemsan. Bu cho'chqa. Nezada cho'chqalar bilan sadolashishim kerak. Balki cho'chqalar menga tegmas, cho'chqa bo'lganimga men ham bilmadim lekin. Va bu yerga kompasli unaqa qilib qo'ysam bo'ldi. Va bo'ldi. Endi hech qachon adashmayman. Men super qobiliyatim bormi? Qani men super qobiliyatim? Super qobiliyat yo'qmi? Qani super qobiliyat? Qobiliyat g'alati. Nimaga bitta qobiliyat yo'q? Va xullas obunachilar, men daraja hozir bitta daraja ko'taraman. Va men qaysi mobbami? Redstone 2. Voy. Obunachilar, bu eng zo'r mob bu. Golemdan ham kuchli mob bu. Ham himoya 2. Tasavvur qilish qiyin obunachilar, bu juda ham kuchli. 2 karra omad. Nether Fortress. Bu omadmi omadsiz deyman. Va men naqam voy onasilamsan. Telefon umratlar hozir obuna zaryad kam. Shunga qilib lag baribir qoladi. Va nimaga XP oldim lekin nimaga bo'lmayapti XP? Nimaga boshqa mobga aylanmayapman? Mayli, yaxshilikka bo'lyapti. Mana shu qatishdan foydalanib olish kerak obunachilar. Va bitta video skeletlardan uzoq uchun yaxshi, lekin mana shu qatgani. Va men 7-o'yin men noqaman endi Blazeman. Blaze. Va bu yerda basana qilish kerak. Qalaysan Blaze? Va men qilichim sindi obunachilar. Va bu juda ham yomon. Men jonim ikkita qoldi. Ay Blazingga la'nat seni. Menga yoqmadi bu Blaze ham. Olovdan himoya patday tushishi va uchishni qo'yib berar ekan. Nasni yemsan? Blazingga la'nat. Lekin qanaqa tutunlar chiqyapti mendan? Bilmadim.
7 daraja men qaytib kelgandim. Oh! Ayla gizat, men bu mobni yaxshi ko'raman. Yaxshi, endi men ko'nmaydigan ko'nmasini qaba. Nayza bo'lsamkina. Ikkovsi qilibdi o'g'lim ekan. Ha, mayli. Nayza o'zi kuchsiz qoldi. Vat osmondan beshmoqchi. Men esa tuz va qilich yo'q. Lekin olovda himoya bor. Ha ha. Olovdan himoya bor. Kim duxga yetadi? Chop onasini yemsin. Yana bitta bag'ab qoldi. 9-o'yinda bunaqa yalamti. Vizus skeleton onasini yemsin. Endi bilan menga hujum yaxshi qila olmaydi, lekin yo'q, mana bag'ab turgan ba'zida 9-o'yin bo'lsa ham videoni qilib qo'yganman. 10-o'yinni qildim obunachilar va men ko'rshi palakka aylandi va bu yerda men yoqtirgan narsa Blaze Powder'da ko'p qilganimdan keyin bu narsa menga juda ham ko'p. Oldin endermanlar bilan bor, lekin bu endermanlar bilan juda ham zerikarli va cho'chqalar bilan savdolash bu eng yaxshi qarordir bu. Hamda tekinga oltin bo'lsa, oltincha. Lekin yomon taraf 3 ta jonim bor ekan. Undan kam yo'q. Ko'p yo'q. Va men bu juda ham xavfli. Iloji boricha unaqa gaplashish kerak bu piglinchalar bilan. Bitta piglin men o'ldiraman deb tushib ketgandi. Shu bilan savdolashaman. Xo'sh, yaxshi. Juda ham ko'p ekan oltin. Yaxshi taraf qornim ochmaydigan hech qachon. Yomon tarafi ham bor. Onang salom piglincha. Xo'sh. Men oldinga qo'yaman batishga. Lekin bu juda ham g'alati ekan o'tish bunda. Lekin qo'yma. Onangga yomon ibloqsan-a? Hozir asha turibdi, beraman senga batishga. Ma, tinga tiq. Tiqilgan joyingga tiq. Va bu nafsiga o'ch kimsalar. Buni unaqasi bazasini tunyapti. Va buni ichida bir dunyo puqlar oldimdan kelyapti. Bu men uchun juda ham yomon. Endi qani nima qilib qo'yganligini biz cho'chqachamiz. Xo'sh, afsuski bitta yana ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Buni oldin qo'yib qo'yishga ashini olsa bo'ladi. Savdolashisham. Va butunga qimmat. 280 ga tashlaganman. Sen botsan haqiqiy. Nima bo'ldi? O'tsa bo'ldi. Men uni o'rib qo'ydim obunachilar. Men buni o'rmasam bo'lmaydi, chunki qochib ketadi. Qochib ketsa bu juda ham yomon. Bu ikkan tursam bo'ldi mana. 3 karra himoya bo'ldi. Va hozir narsalar to'lash kerak ekan. Endi u yoqda bo'lish kerak. Oltin aslaham boti bo'lib oltin aslaha kiyib olganman deb o'ylabman. Voy obunachilar, bo'ldi, video tugadi. Xatko!